Audio hikoyalarni tinglash uchun albatta bizning kanalga obuna bo'ling. @+uz. Xolasini ko'rib, qafasdan qutulgan qush shodligida yengil tortdi. Baxtiga xolasi o'tirmadi. Kechagi janjalni davom ettirmaslik uchun "Yo'ldoshjon, bolam, narsalaringni tezroq yig'ishtir", dedi. Yo'ldosh olib ketadigan kiyim-kechak, daftar kitoblarini kechasi tayyorlab qo'ygandi. Ukalariga "Xolamnikiga borib o'ynab kelamiz" degach, ular quvnashdi. O'zining nazarida onasining ruhi kezib yuradigan, onasining hidi anqib turadigan bu uyni, bu muqaddas go'shani butunlay tark etayotganini bilgani uchun yuragini birov yulib olganday bo'ldi. Kechalari onasi kelganday bo'lardi. Oq sharpa ko'rinishida kirib kelgan onasining bag'riga o'zini otardi. Onasi bilan gaplashardi. Endi onasi kirib kelganda uni kim kutib oladi? Onasi ularni qidirib bo'zlamaydimi? Ko'chaga chiqib 20 qadamlar yurgach ortiga qaradi. O'gay onasining darvoza oldida supurayotganini ko'rib ajablandi. Bu onda xolasi ham qaragandi-yu. Supurishdan maqsadini fahmlab, "Ha, qilig'ing qursin", deb qo'ydi. Biron bir yoqimsiz mehmonni, yana qaytib kelishini istamagan ayol uning ketidan supurardi yoki mayda tosh otib qo'yardi. Rahimaning supura turib izlaridan mayda tosh otganini ketuvchilar bilishmadi. Bolaning xayolat olami g'oyat boy bo'ladi. Kattalar eng yaqinlarining o'limiga tez ko'nikishadi, hatto unuta boshlashadi. Bola ko'nika olmaydi. Marhum ularning xayol olamida yashayveradi. Xolasinikiga ko'chib borishgach, birinchi tunda Yo'ldosh bezgakka uchragan kabi to'lg'onib chiqdi. Onasini bu uyga ham kirib kelishini kutdi. Necha bor qaddini ko'tarib ukalariga tikilib o'tirdi. O'gay onasining jodu haqidagi gaplarini eslab yana titradi. Ertasiga maktabga otlanayotganida ukalariga "Uyimizga bormalaring, ko'chamizdan ham o'tmalaring", deb tayinladi. Kenjatoy uning gapiga tushunmadi. Bosh irg'ab qo'ya qoldi. Ammo o'rtancha o'g'il "Nimaga?" deb so'radi. Yo'ldosh "Agar o'gay onamiz ko'rib qolsa do'pposlaydi", deb uni qo'rqitdi. Kunlar o'taverdi. Yo'ldosh adasini sog'inganida choyxonaga qarab o'tardi. Bora-bora adasini kamroq ko'rishga o'zi ham, ukalari ham ko'nikishdi. Dastlabki kunlari adamga boraylik deb yalinadigan ukalari xarxasha qilmay qo'yishdi. Bunga ergash ham ko'nikdi. Bojasining uyi uzoq emasdi. Bolalarni har kuni kelib ko'rib tursa ham bo'lardi. Rahima bilib qolgan taqdirda ham "Nega bolalarga serqatnov bo'lib qoldingiz?" deb to'polon qilmasdi. Quruq kirib borishdan uyalish bahona bo'lib uzoqlashaverdi. Choyxonaga bir kun chiqmasa gangib qolardi. Hayotini choyxonadagi ulfatlarisiz tasavvur qila olmasdi. Lekin bolalarini uzoq vaqt ko'rmay, sog'inchsiz yashay olishi mumkin edi. Ota shunday bo'lgach, bolada sog'inch qoladimi? Yo'ldosh otasiz yashashga o'rgana bordi. Biroq onasiz yashashga ko'nikishi og'irroq bo'ldi. Otani sog'inmay yashash mumkin, lekin uy sog'inchiga chidash mushkulroq ekan. Yo'ldosh payt poylab o'gay onasi yo'qligida uyga kirib chiqishni ham o'yladi-yu, jodu va o'lim haqidagi gapni eslab qo'rqdi. Bir kuni Kenjatoy o'zboshimchalik qilib uyiga bormoqchi bo'libdi.
arang ushlab qolishibdi. Maktabdan kelib bu xabarni eshitgach, Yo'ldosh battar qo'rqdi. Endi bolalaringizning bu uyda turishlari mumkin emas. Hatto ko'chadan o'tishsa ham o'lishadi. Yo'ldosh shunday bo'lishiga, ko'chalarida o'zinimi yo ukalarinimi ajal poylab turganiga ishonardi. Dardini xolasiga aytsa, u borib Rahima bilan janjallashardi. O'gay ona esa yana qarg'ardi. Yo'ldosh shunisidan cho'chidi. O'ylay jodudan qutulish chorasini topdi. Yarim kechada turdi-da, o'lsam o'zim o'lib qo'ya qolay, ukalarimga tegmasin degan qarorda uyiga qarab yurdi. Qo'rqa-pisa qadam bosdi. Darvozasi qarshisida picha turdi. Qo'shqanot temir darvoza o'rtasidagi eshik g'iyqillab ochilib, o'gay ona ko'rinishidagi ajalning tashlanib qolishidan qo'rqib titradi. Yo'q, eshik ochilmadi. Ajal hujum qilmadi. Aksincha, hovli yorishganday, darvoza ortida onasi yurganday bo'ldi. Beixtiyor ravishda eshikka qo'l uzatdi. Onasi tirikligida eshikni sira tambalamasdi. Aksincha, erta sahar turib, xonadonimizga Xudo baraka kiritsin degan niyatda eshikni qiyalab ochib qo'yardi. Rahima kelgach, shom qorong'usi tushishi bilan eshik tambalanadigan bo'lgan edi. Bir kuni Ergash, "Namuncha qo'rqasan, bo'ri yeydimi?" deb tanbeh berganida, o'rislarning maqoli bor: "O'zingni ehtiyot qilsang, Xudo ham seni saqlaydi" deb javob qaytargandi. Yo'ldosh butun o'gay onasining odatini unutib, eshikni ochmoqchi bo'lgan edi. O'sha tun ajal chang solmagan bo'lsa-da, kun davomida qo'rquvdan qutulmay yurdi. Rangi oqarganini, ishtahasi tortilganini xolasi sezib, "Kasalmisan?" deb peshonasini ushladi. Keyin betidan o'pdi. 2 kundan keyin ko'chasiga yana bordi. Bu safar ko'pam qo'rqmadi. O'gay onamning qarg'ishi menga ura qolsin deb Xudodan so'radi. Shundan so'ng uyqusi o'chgan tunlari o'rnidan turib, uyi atrofini aylanib kelishni odat qildi. Bir kuni xolasidan, "Birov birovni qarg'asa, bu qarg'ish necha kundan keyin uradi?" deb so'radi. Xolasi ziyrak ayol edi. Uning maqsadini anglab boshini siladi. "Yashamagur o'gay onang qarg'aganmidi?" "Qo'rqma, uning qarg'ishi o'tmaydi", dedi. "Nega?" deb ajablandi Yo'ldosh. "Xudo uni yomon ko'radi. Yomon ko'rgani uchun ham shunaqa yomon qilib yaratgan. Bunaqalarning qarg'ishi o'ziga uradi. Xudo qarg'ovchi odamlarni yoqtirmaydi. Boshqalarga yaxshilik tilagan odamlarni yaxshi ko'radi. Bolam, sen katta bo'lib qolding. Ukalaring tushunishmaydi. O'gay onang yomon bo'lsa ham, sen unga yomonlik tilama. Shunda Xudo ham seni yaxshi ko'radi." Onasi ham, kim yaxshilik qilsa Xudo uni yaxshi ko'radi derdi. O'limidan 2 hafta oldin bir qizning kelinlik sarpolarini tikib bergandi. Tikuvchilik bu qishloqda o'g'il bolaning hunari hisoblanmasa-da, Yo'ldosh onasiga ko'maklashishni yoqtirardi. Ayrim ishlarga qo'li ham kelib qolgandi. Bo'lajak kelin kelib tayyor bo'lgan sarpolarni kiyib ko'rgach, ko'zlari yoshlandi. Onasi ajablandi. "Kuyov bolaga ko'nglingiz yo'qmi? Zo'rlab uzatishyaptimi?" deb so'radi. Qiz pastki labini tishlab, yoshli ko'zlarini javdiratib turaverdi. Onasi, "Hozir yoqmasa keyin ko'nglingiz yumshaydi, tashvishlanmang. Qiz bolaning taqdiri shunaqa og'irroq bo'ladi", deb unga dalda bergan bo'ldi. Shunda qiz yig'i sababini aytdi.
tikuvchining haqini berishga nochorligini bildirganida onasi uni quchib peshonasidan o'pdi-da. Singiljonim, bu tikkanlarim to'yingizga xolis bir xizmat, mendan sizga to'yona. Xudo menga bu safar qiz bersa, uni uzatayotganimda siz ham to'yona qilib uzarsiz, dedi. Qiz quvonib rahmat ayta ketgach, onasi bizning rizqimizni Xudoning o'zi beradi. Yaxshilik qilib Xudoning muhabbatiga yetish mumkin ekan, degan edi. Hammaga yaxshilik qilaverganlari uchun Xudo yaxshi ko'rib chaqirib oldimikin? Dunyo va oxirat savdolaridan bexabar bolaning ongi shu fikr bilan band edi. Xolasi nasihat qilmasa ham yo'ldosh o'gay onasiga yomonlik tilamayotgan edi. U adasining bu xotini haydab yuborishni, ukalari bilan uylariga qaytib to'rtovlon baxtli saodatli yashashlarini istardi xolos. Yo'ldoshning ilmga muhabbati zo'r edi. Muallimlari uni maqtay shahardagi litseyga yuborishni ta'kidlashavergach, xolasi ko'ndi. Shaharda o'qishning xarajati oilaning moddiy ahvoliga ta'sir etsa ham, singlisining arvohi xotirasi uchun bu zahmatni ham bo'yniga oldi. Bu zahmat 3-4 haftagina davom etdi. Xolasini kutilgan qiyinchiliklardan yo'ldoshning odobi, zehni xalos qildi. Badavlat oilaning yolg'iz farzandi bilan yonma-yon o'tirib do'stlashib qolgan yo'ldosh uning dars tayyorlashiga yordamlashdi. Hatto qo'shimcha dars beruvchi zukko muallimiga aylandi. O'zini tutishi bu bolaning ota-onasiga ham ma'qul kelib, uylaridan bir xonani ajratib berishdi. Ularning yetimga qarash savob degan tushunchalariga yo'ldoshning erkatoy o'g'ilga har tomonlama dalda ekanidan qanoatlanish hissi qo'shildi. Garchi xizmatkor bo'lsa-da, hovlining yumushlarini yo'ldosh o'z zimmasiga olib, ularni quvontirdi. 2 yil davomida yo'ldosh bu oilaning farzandi martabasidagi izzatga erishdi. Erkatoyning ilm olishga zehni o'tkir bo'lmasa-da, intilishi bor edi. Uning kamchiliklarini yo'ldosh to'ldirib, institutga ham birga kirishdi. Tahsilning 3-yili xorij Dorulfununi ko'rigi talablarini hamjihatlikda bajarib o'qishga birgalashib ketishdi. Yo'ldosh ingliz tilini yaxshi bilgani uchun xorijdagi talabalar bilan tez do'stlashdi. Do'stiga chet eldagi o'qishni bitirib kelgan degan nomning o'zi kifoya qilgani uchun ilm olishga qattiq kirishmadi. Bir go'zalga ishqi tushgach, dars tayyorlashga toqati yetmay, yo'ldoshni o'z holiga qo'ydi.